Ko'pchilik mana bu dekoratsiyani chiroyli chiqmayotganini rangidan ko'radi. Lekin asl sababi vobshe boshqa. Siz videoga bitta like bosib qo'ying, hozir sizga hammasini tushuntirib, asoslantirib beraman. Qani ketdi. Mana shu dekoratsiyaga qancha pul ketgan deb o'ylaysiz? Kommentariyada taxmin qilib ko'ring, lekin tan oling, rostdan ham premium ko'rinyaptimi? Buni sababi rang emas, materialning strukturasida. Yengil, forma ushlaydigan material avtomatik ravishda premium qiladi. Ko'pchilik dekorchilar hali ham noto'g'ri material ishlatyapti. Shuning uchun ham zakazlar ko'p, lekin daromadi o'smayapti. Agar mana bunaqa to'g'ri material tanlasangiz, bitta dekorni 2x qimmatga sotishingiz mumkin. Agar kim premium dekorchi bo'lsa, kommentariyada bejuviy so'zini yozib qoldiringlar, men sizlarga tayyor kombinatsiyalarni beraman. Agar boshqa dekoratorlardan oldinda yurishni xohlasangiz, meni sahifamga obuna bo'lib qo'ying. Siz bu sahifada eng aktual ranglarni va eng premium dizayndagi dekoratsiyalardan xabardor bo'lib borasiz.